Bu yeri xo'jayini kim? Bitta yigit. Mabodo ismi Kozim emasmi? Ismini qayerdan bilaman? Yoshroq, kelishgan yigit. Rasmi yo'qmi sizda? Ko'rsam tanirdim. Yo'q, rasmi yo'qdi. Men yigitlarga qarab yuribmanmi? Kelaman, polimartaman, ketaman. Ha, mayli. Xush kelibsiz restoranimizga, Parizodaxon. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Parizodaxon bizni restoranimizga kelarkan u menga bir og'iz xabar bermas ekan. Nega? Bu yerdaligimni qayerdan bildingiz? Kameralardan. Kameradanmi? Hammadan surishtirgandan ko'ra o'zimdan so'rayvermaysizmi? Meni ishchilarim o'zim haqimda ko'p narsalarni bilishmaydi. Xohlasangiz o'zim Kozim haqida sizga hamma narsani aytib beraman. Hali hamma kameralar ovozli deng. Albatta. Hammasini eshitdingizmi? Hammasini emas. Masalan, qo'l yuvish xonasida kameralar yo'q. U yerdagilarni eshita olmaymiz. Shunisiga ham shukr. Meni surishtirib yuribsiz. Demak, to'yga rozisiz. Qanaqa to'y? Ikkalamiz to'yimiz. Men hali beri turmushga chiqmayman. Nega unda surishtirgani keldingiz? O'zi sharbat ichgani kelgandim. Kirmasam bo'lar ekan. Nega endi? Kira bering.